Nima qildingiz? Qanaqa haydayapsiz? Uzr aka, bo'yamotdim, chalg'ib qoldim. Tala katta endi. Bo'yamotdim? Qaysi miya bilan rulda bo'yanish mumkin? Hali provaizam bo'lmasa kerak. Pravam bor. 2 kun bo'ldi olganimga. Bo'ldi, gapni ko'paytirmang, gay chaqiramiz. Faqat gay chaqirmaydi, hammasini o'zim hal qilib beraman sizga. Men bilaman sizlarni hal qilishinglarni. Qonuniy yo'l bilan hal qilamiz hammasini. O'z bilasiz. Alo. Shef, Nima gap Abdurahmonov? qarang-da buni. Shunaqada. Aka, Shi? Singiljon? Shunaqa bo'lishini biluvdim. Sana o'g'lantirgandim. aka, bunaqa gaplarni uyda gaplashamiz. Tanish bilishchilik qilmaylar. Hammasi qonuniy bo'lsa. Yo'q, Abdurahmonov. Hammasi qonuniy bo'ladi. Dadamning talablari. To'g'rimi, Singiljon? Aka, qo'ying, kelishaylik. Sen bilan uyda ham kelisholmaganmiz, ishda ham kelisholmaymiz. Men unaqa demoqchi emas edim. Siz hozir o'zingizni aybingizni yopish uchun bu kishimga pora taklif qilyapsiz. O'rtoq boshliq, berganga ham, olganga ham bir xil, ha? To'ppa-to'g'ri Abdurahmonov. Hujjatlaring bergin. Rasmiylashtiramiz. Singiljon, sana hujjatlaring bergin. Aka singilchilik uyda bo'ladi. Usta shogird esa choyxonada bo'ladi. Ana. Hozir men ishdaman. Men sizga hujjatlarimni bermayman. Nimaga hujjatlaring bermaysan? Men hujjatlarimni bularga beraman. Bu kishim kim bo'ldi endi? Aka, men ismim Komolxon, Ajastirish tashkilotidanman. Holat bo'yicha hech kim tan jarohat olmaganmi? Yo'q. Aybdor o'zini aybi tan olyaptimi? Ana, tan olyapti. 102 bo'lmagan? Yo'q, bu kishimni o'zim chaqirganman. Holat bo'yicha Yevropada rasmiylashtiramiz. Jarima maydoniga kirmaydimi? Jarima maydoniga kirmaydi, sud ham bo'lmaydi, ortiqcha xarajat ham bo'lmaydi, sug'urtadan qoplatib beramiz. Zo'r-ku, o'zimizga shu kerak. To'g'rimi boshliq? Unda hujjatlarni bering. Boshliq hujjatlarni bering. Qonuniy hal qilyapsiz-da. Akajon, hammasini qonuniy bajardim. Sen bilan uyda gaplashamiz. Siz bilan uyda ham kelisha olmaymiz. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha va cha.